Abbos aka, nimalar qilyapsiz aka yana? Mana shu sanab joylarni bir nima qilsak yana yangi tovarlarimiz kelishi kerak. Aka shuncha aksiya deyotibsiz. Undan ko'ra aka qimmatga sotib, el qatori sotib aka soqqan qilsak bo'lmaydi. Baribir obuna bo'lmaydi aka, foydasi yo'q. Bu ham to'g'ri. Lekin biz Ramazon aksiyasini boshlash niyatidamiz. Nasib bo'lsa 2026-yil 18-fevraldan boshlab Ramazon kirish arafasida turibmiz. Ramazon aksiyamizga nimalar tushadi? Bu haqida отдельно hali video qilamiz biz o'zimiz. Hozircha bizda profil hamda gipsokarton mahsulotlari bor. Profilimizni o'zi narxi 6000, 5800 shatrof sotganmiz. Buni narxini agar ko'proq oladigan mijozlarimizga 5000 so'mdan qilib beramiz. Qalinligi 3,5 lik Toshkentning tunikasidan taxlangan. Xo'sh, aksiyamizni qatorida gipsokarton mahsulotlarimiz bor. Patoloshinni 42, 43, 40 ming so'm sotganmiz. 39 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bizda vlagostochniy, ya'ni xalq tilida aytganda suvga chidamli gipsokartonimiz bor. 65 ming so'mgacha sotganman. Bu devor uchun. Eslatib o'taman, bu devor uchun. Patolog uchun emas. Devor uchun ishlatiladigan vlagostochniy gipsokartonlarimizni 58 ming so'm aksiya narxida qilib beramiz.